homilada nuqson aniqlanyapti-da. Homilador keldilar. Birinchi homiladorlik, birinchi skrining uchun keldilar 11 haftaligida. Sekin ko'rish boshladim. Datchikni qo'ydim. Bitta qarasam, homilada nuqson aniqlanyapti-da. Bola tug'ilgandan keyin qorin old devori yopiq bo'lmaydi. Tasavvur qilyapsiz, chaqaloq tug'ilyapti-da, Nargiza. U ichaklari tashqarida turibdi. U aslida ichaklar ichkarida turish kerak. Qorin bo'shlig'ini ichida turish kerak-da. Qorin bo'shlig'i yopilgan holatda bo'lish kerak. Bu homiladorimda, bu homilasi ichaklar qorin bo'shlig'i ochiq-da, tashqarida turibdi. Sababi turli-tuman bo'lishi mumkin. Mendan ona so'radilar. Nima sababdan bunaqa tushkunlikka tushib qolishdi? Sekin ularni o'ziga keltirdik. Sababi turli-tuman bo'lishi mumkin. Gen tekshiruvlari, to'rch infeksiyalari, shunga o'xshagan boshqa tekshiruvlar ham amalga oshiriladi. Lekin eng muhimi hozirgi holat. Ya'ni o'sha homiladan voz kechiladimi yoki davom ettiriladimi? Eng afsus, homiladorimiz mana shu homilani to'xtatishga qaror qildilar. Va shu o'rinda nimani aytmoqchiman homiladorlarimizga? Har bitta o'tiladigan skriningdan o'z vaqtida o'tishlarini tavsiya qilaman. O'z vaqtida o'tilgan skrining juda muhim hisoblanishi mumkin.